Shayton qulog'imga bog'ladi tugun, ajal uzoqda deb ta'zirim yedim. Janozam o'qib ketishdi bugun, men ertaga tavba qilmoqchi edim. Bir ulug' shayxni oldiga yoshi katta otaxon kelgan ekan. Juda ko'p gunohlar qildim. Endi tavba qilmoqchiman. Shayx aytibdiki, nega kech keldingiz? Otaxon aytadiki, kech emas, erta keldim. Shuning uchun kim eshitganman, kimki o'limidan oldin tiriklik chog'i tavba qilarkan, inshaalloh tezda tavbasi qabul bo'ladi deganda, rost va yaxshi aytdingiz, xush kelibsiz degan ekan. Barchamizga tiriklik chog'i vafotdan oldin tavba qilish nasib etsin. Hamma ham xato qiladi, lekin hamma ham tavba qilmas ekan.